Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, har bir mu'min musulmon banda albatta ota-onasiga itoat qilmoqligi, ularning hurmatini joyiga qo'ymoqligi lozim bo'ladi. Alloh taborak va taolo o'zining kalomida shunday marhamat qiladi. Astag'firullah. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sadaqallahul azim. Alloh taborak va taolo ushbu oyatda Robbingiz o'zigagina ibodat qilgandan keyinoq darrov ota-onaga itoat qilishlikka buyuradi. Ya'ni ota-onangizga itoat qiling. Ularga yaxshilik qiling. Ularni xizmatida bardavom bo'ling deb Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda buyuradi. Alloh taborak va taolo ushbu kalomida ota-onani o'zining ibodatidan keyin zikr qilmoqligi, zikrini keltirmoqligi bu ota-onaning ulug'ligiga dalolat qiladi. Bugungi kunda ba'zi bir farzandlarimiz ota-onasiga itoat qilmasdan, ota-onasiga gap qaytarib, ota-onasini gap bilan jerkib siltab tashlaydigan farzandlarimiz ham bor. Bu achinarli holat. Yoki ayolining tarafini olib, bu ayol faqatgina mening xizmatimni qiladi, sizning xizmatingizga majbur emas, bu mening xizmatimni qiladi, siz bironta bir ishni buyurmang deb ota-onasiga gap qaytarayotgan farzandlarga guvoh bo'lib turmoqdamiz. Alloh taolo saqlasin, farzand doimo ota-onaga itoatda bo'lishi kerak bo'ladi. Alloh taborak va taolo ushbu oyatda ota-onaga itoat qilishlikni o'zining ibodatidan keyinga qo'ydi va Alloh taolo aytadiki, oyatning davomida ularga chiroyli gaplarni gapiring. Ularning huzurida uf degan so'zni ishlatmang. Ularga muloyim, chiroyli gaplarni gapiring deydi Robbimiz. Farzand doimo ota-onaga yaxshi gaplarni gapirmoqligi lozim bo'ladi. Alloh taolo aytadiki, oyatning davomida agar ikkalalari yoki ikkalalardan birlari seni huzuringda qarilik yoshiga yetadigan bo'lsa, ularga rahmat qanotingni yozgin. Ularga chiroyli muomala qilgin. Ularga o'zingni butun yaxshiliklaringni ularga ko'rsatgin, ularni xursand qilgin deb Alloh taolo buyuradi. Va Robbimiz bizlarga ota-onamiz o'tgandan keyin ham duo qilishlikka buyurib, ularga chiroyli duolarni qilishlikni o'rgatadi. Robbimiz aytadiki, oyatning davomida agar ular birlari seni huzuringda bo'lsa yoki ikkalari ham bu dunyodan o'tib ketgan bo'lsa yoki birlari bu dunyodan olamdan o'tgan bo'lsa, ularga chiroyli duo qilgin orqasidan. Ya'niki astag'firullah va qur robbirhamhuma kama robbayani saghira. Va aytkinki, ey Robbim, yoshligimda meni mehribonlik bilan katta qilganidek, rahmdillik bilan meni katta qilganidek, sen ham ularga rahmdillik bilan muomala qilgin, o'zing ahli jannatlardan qilgin deb duo qilishlikni ham bizga Robbimiz o'rgatgan.